Assalomu alaykum azizlar. Hozir oshqozon ichak yaralariga propolis beryapmiz. Propolisimiz nimalardan tayyorlangan? Mana shunday qilib mana spirtli nastoyka qilib qo'yilgan. Bunga rozmarin, oltin tomirlar qo'shib tayyorlab qo'ygan. Samarasi o'ta kuchli. Propolisni o'zini tayyorlagandan ham 2 barobar kuchli bo'lgan bu. Hozir mana buni Toshkent shahariga jo'natyapmiz. Oshqozon uchun mana shu propolis, keyin krapiva, zubturum degan giyohni ham ikkovini aralashtirib beramiz, uni iste'mol qilinadi. Buni 1,5 litr bezga suvga kuyib aralashtirib qo'yib, yaxshilab chayqalab 100 grammni bir kunda 3 mahal bo'lib ichsa bo'ladi. Shunda 15 kunga yetadi. Keyin yana bitta usuli, bundan shpritsda tortib olib 1 gram 2 qoplammi 3 qoplammi suvga 1 gramdan bir kunda 3 mahal tongizib ichsa bo'ladi. Mana hozir juda kuchli narsa. Mana hozir zubturumni talqoniga krapivani talqonidan qo'shamiz. Bu narsani xohlasa 1 kilo asalga aralashtirib bir kunda 4-5 mahal kichkina qoshiqda sizlar bir qoshiqdan yesa bo'ladi, yoki bo'lmasa yarim litr suvga kichkina qoshiqda mana shu aralashmani kichkina qoshiqda bir qoshiq solib damlab ichsa bo'ladi kun davomida. Yo'g'on ichakda bo'ladimi, oshqozonda bo'ladimi, 12 barmoq ichak bo'ladimi, yarasi hammasiga zo'r. Og'izlarda stomatit bo'lsa, ularga ham zo'r buni qo'yamiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, oshqozonda muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilinaveradi. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57. Umurbek tabib desalaring YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buni qanday tayyorlanadi desalar, buni tayyorlashni video qilib joylab qo'yganman. Shu YouTube kanalimizga kirsangiz, bemalol agar propolislarning bo'lsa, o'zlaring tayyorlab olishlaring ham mumkin. Salomat bo'lasizlar.